Assalomu alaykum biz TV kanali obunachilari, bizning sport dasturi yana mehmoningiz bo'ladi bugun. Demak, biz bilasiz, intervyu formatidan podkast formatiga allaqachon o'tib bo'lganmiz. Kamina boshlovchingiz Jaloliddin Yusupov. Bugun biz yurtimizda eng oldi sport turlaridan biri bo'lgan, Amerikaga borsa ham uyaltirib qo'ymaydigan bokschilarimizni chaqirganmiz. Demak, chap qo'l tomonida sizdan o'ngda Fazliddin Erkinboyev, 2 karra jahon chempioni, yoshlar hamda kattalar o'rtasida jahon chempioni, umidli bokschlarimizdan Fazliddin Erkinboyev. Fayza, xush kelibsiz. Buni Fayza deymiz. Rahmat aka, chaqirganingiz uchun. Endi chiroyli suhbat bo'ladigan umiddaman, Xudo xolasa. Rahmat. O'ng qo'l tomonimda sizdan chapda demak Faryozbek Do'smatov, xalqaro musobaqalar g'olibi. Siz tanib olishingiz uchun bitta fishka aytaman. 2 karra olimpiada va jahon chempioni Hasanboy Do'smatovning ukalari Andijondan. Faryoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum aka, rahmat. Barchalar bemalol erkin formatda bo'ladi suhbatimiz. Xohlagancha, xohlagan gapinglarni gapirishinglar mumkin. Muhimi kesilmaydi lekin. Demak, umumiy birinchi baribir an'anaviy savolimiz, boksga qanday kirib qolgansizlar? Kim olib kelgan boksga? Faryozda menimcha Hasanboy aka deb olib kirgan bo'lsa kerak, boshqa tanlovi ham yo'q. To'g'ri. Faryoz? Bizni aka shu Malibu olib kelganda boksga 2006-yil olimpiadada yutgandan keyin Andijon shahri 50-maktab bokslariga mashg'ulotlarni olib borish uchun kelganman. Shu 8-10 yil bo'libdi-da. Umuman Hasanboy o'sha olimpiadan yutmasidan oldin ham bormidi o'zi xohish? Bor edi, futbolga xohish kattaroq edi. Futboldan ketmadingiz? Yo'q, futboldan ketmadim, boksga ketib qoldik. Shu men birinchi otam sabab bo'lganlar. Shu endi o'zlari yoshlikda niyat qilgan ekanlar, shu o'g'il ko'rsam, shu bokschi qilaman degan. Keyin shu 4 yoshimda boksga chiqqanman, birinchi kichkina edi. Shu qo'limdan yetar olib borardilar, tomosha qilib o'tirardim boksni. Keyin sekin-sekin shu maktabga kirib, sport shkolaga kirib, shunaqa qilib boks boshlanib ketgan. Oilada bitta o'zingiz sportchi? Bitta o'g'lim. Dadangiz qanday boksga beraman deb qiziqqan? Shu endi ular dillar paytida Mike Tyson, bunaqa Klichko shunaqa bo'lgan-ku oldingi anaqada. Shularga havas qilgan, keyin o'zi maqsad qilgan. O'g'lim endi o'g'il farzandli bo'lsam, bokschi qilaman deganda, keyin u men tug'ilmashimdan oldin perchatka bilan gantel olganlar. O'g'lim tug'ilsa, katta bo'lsa mashina ishlatadi deb hozirgacha uyda turadi shu narsalar. O'zingizda xohish bo'lganmi boksga? Birinchi to'g'risini aytsam, o'zimda xohish bo'lmagan, boksga deb futbolga ham ketganman-da ko'p aniqlarim. Keyin men musobaqalarda yutib, boshqalardan keyin o'zimdan qiziqish uyg'onib, keyin polniy boks bilan shug'ullanish boshlaganman. Qaysi payt bildingiz boks bu mening kelajagim ekan? Shu birinchi O'zbekiston chempionatini yutganimda bildim. Bo'ldimi boksdan keyin? Bo'ldi men. Chunki 3 marta yutqizganman O'zbekiston chempionatida. Keyin men Toshkentda Universitet sport saroyida bo'lganda finalda qo'lim travma bo'lib qolganda bitta qo'lda tushganman-da. Bitta qo'lda O'zbekiston chempioni bo'lganman. Shunda aytishgan, Rufat Rizqiyev deb qilishganda. Ikkinchi Rufat Rizqiyev bo'ladi deb. Chap qo'lda ishlaysiz asosan? Yo'q, o'ng qo'lda ishlayman, chapaqayman. O'ng qo'lda ko'proq ishlaganimga, oldin qo'lda yutganman. Chunki o'zim ham ishonmaganman, chunki birinchi polfinalga chiqqanimda qo'lim singan, bo'ldi, trenerlarim kerak emas, bizga 3-o'rin yetadi degan. Endi birinchi o'rin olishim O'zbekistoncha bo'ldi, kerak emas, atbilan qilamiz o'zini. 3-o'rin bo'lsang ham terma jamoaga kirasan degan. Bo'ldi, yetadi bizga, shu kirib olsam bo'ldi deyishgan. Keyin shu trenerlar, ustozlar, ota-onam bilan bitta maslahat qilganmiz. Dadam aytgan, bo'ldi degan, nima bo'lsa shu ringda bo'lsin. Shu chempion bo'lib kelaylar degan, keyin iloji yo'q chiqib, Xudodan so'rab chiqqanmiz va chempion bo'lganmiz. Shundan keyin bizga katta ko'p eshiklar ochilgan. Shundan boshlab boksga kirib keldingiz, o'smirlarda qatnashdingiz. Umuman qaysi yosh toifada ko'proq musobaqa yutdingiz, o'smirlar, yoshlar? Yoshlarda hamma musobaqani yutdim. Osiyo chempionatini, jahon chempionatini, Ispaniyada bo'ldi. Ispaniyada jahon chempionati 3 marta Osiyo chempioni bo'ldim. Osiyo chempionatida eng zo'r bokschi bo'ldim. Keyin MDH davlatlar o'rtasida unda chempion bo'ldim. Yana взрослыйga o'tdik. Взрослыйda birdan jahon chempioni 3 marta kubik medalyani yutdik. Endi hozir Xudo xolisa oldimizda turgan musobaqaga tayyorlanyapmiz. Oldinda demak Osiyo chempionati bor. Osiyo chempionati
U19 U23 o'rtasida Faryoz ketyapsizlar. Tayyorgarlik avjida. Birinchisi Osiyo. Ha, birinchisi. Ota hayajon. Hayajon yo'q. Yoshimiz ham yetib qoldi. Man Hasanboy Do'stmatovni ukasi bo'lish qiyin emasmi? Yo'q, yaxshi aka. Hamma joyga borsa taniydi. Akamni. U tomon emas shu. Ukasi-ku, ukasi ham yaxshi natijalar bo'lishi kerak deb odamlar boshqacha nima qilishi kerak. Boshqacha nazarda qaraydi baribir. Xudo xolasa, endi Hasanboy akani izdan ketish niyatingiz bor. Inshaalloh. Vazningiz ham Hasanboy akani vaznida Bitta vaznda ketyapsiz Osiyoda. 55 kiloda ketyapman Osiyoda. Qanday tayyorgarlik qanday bo'ladi? Tayyorgarlik avjida zo'r. Kubingiz trenerlar o'zi tayyorlantiryapti. Yaxshimi? Ha, zo'r aka. Yaxshi. Birinchi murabbiyingiz kim bo'lgan? Birinchi murabbiyim Xurshidbek Mirsalimov 50-maktab. O'zim Hasanboy aka bilan ham birga hozir ham sparring barlarda qatnashib turasiz. Ha, ko'p. O'zim tayyorlayman janglarga, professional janglarga qonli. Sparring partner bo'lib o'zim. Osiyoda omad. Rahmat. Fayz oldin qatnashganmisiz? O'shanga? Nima bo'lgan natija? 3-o'rin olganman Qozog'istonda. Qozog'istonda birga borgandiga esimda bunaqalar bo'lgan. U jang alohida esdan chiqmaydi umuman. O'zimman boks sport turi baribir O'zbekistonda 2016 dan keyin deylik ancha rivojlandi va xohlaymizmi yo'qmi birinchi o'ringa chiqdik. O'sha raqobat qanday? Raqobat endi bilasiz-ku O'zbekistonda qanaqa siz bitta bo'lsangiz, siz orqangizda yana o'shanaqa 4 ta odam bo'ladi-da. 3 ta yo 4 ta. Siz orqangizda bu mehnat qilmasangiz, orqangizdagilar sirazi yetib keladi-da. Bu yerda qoqilishga haqqingiz yo'q. Yo'q. Endi oldiga kim o'zi maqsad qo'ysa, o'zi baribir ana bo'ladi-ku, nima desa bo'ladi, men chiqishim kerak, yutishim kerak deydi. U o'zi mas'uliyat his qilgan odam o'zi menimcha trenirovkalardan tashlab yo biror nima qilmasa kerak deb o'ylayman. Barcha o'sha qiyinchiliklarga rozi bo'ladi. Ha, albatta. Eng raqobatdosh vazn toifalarida kurashasizlar. Olimpiadada baribir o'sha 50 yo'q. 50 ga tushiraman desangiz, 60 ga ko'taraman desangiz, endi Abdumalik Halokov bor baribir. Sizda qanaqa bo'lyapti? Rejalar bormi? Xudo xolasa Los-Anjelesga. Bor aka, albatta. Endi 55 kiloda litsenziyali o'yinlarga borsak, o'shalarda bir yaxshi natijalar qilib, nasib bo'lsa borib tushib kelamiz endi Los-Anjelesda. Endi sizda ham qiynaydigan savol, Hasanboy aka boraman deb qolsa-chi? Akam boraman deb qolsa, yo'l beramiz-da, nima deymiz endi? Yo'l berasiz. Tajriba, Bilasiz o'zingiz qanaqaligini. Yoshingizga nisbatan hali yana boshqa olimpiadani ko'rish imkoniyatingiz ham bormi? Bor. O'shaning uchun Hasanboy akaga yo'l ochmoqchisiz. Bu olimpiada borasida Fayzida og'riqli savol. Fayzi 75 kilogramm vazn toifasida jahon chempionati, jahon kuboklarida ishtirok etardingiz va 5-6 oy bo'ldi 80 ga ko'tardingiz. Bu murabbiylarni aytgan taktikasi bo'yichami? Ha, chunki 75 kilo yo'q. Endi bitta yo'limiz bor 80 kiloda. Endi kimga nasib qilsa shuda. Endi hamma bokschini bitta maqsadi, orzusi bu olimpiadada, hamma sportda. Endi bitta vaznda emas, men Johir Mataliyev bilan, u ham do'stim, kichkinaligimizdan beri bitta anaqada katta bo'lganmiz. Yoshlar o'rtasida bitta paytda jahon chempioni bo'ldik. Bitta paytda bo'lganmiz. Qayga musobaqaga borsa, bitta musobaqani yutardik. Endi nima desam bo'ladi? Unga anaqa bir shaxsiy g'arazligingiz yo'q. Umuman unaqa narsa yo'q. Endi peshonamiz kimga yozgan bo'lsa, kimga nasib qilgan bo'lsa, shu oladi deb o'ylayman. Chunki u borsa ham men xursand bo'laman. Mendan boshqasi borsa ham xursand bo'laman. Chunki vatanimiz bayrog'ini ko'taryapti. U kimga nasib qilsa shu ketadi, bo'ldi. Orada 2 yil vaqt bor. Orada 2 yil vaqt bor. Hech kim bilmaydi nima bo'lishini. Endi shunga qarab to'g'ri mehnat qilamiz. To'g'ri yuramiz. Endi kimga nasib qilsa shu. Naborot u Johirdan ham, mendan ham boshqasi kelib turib, boshqasi ketib qolishi. Boshqasi ham bo'lishi mumkin 80. Boshqasi ham bo'lishi mumkin, shuning uchun. Endi avvalo shu o'zi aytgandek nasib qilgan. Nasib qilsa, Xudo xolasa boramiz. Yaxshi, men hozir siz ves qaytarmaysiz-a shunda? Yo'q, 80 ga qaytarmaysiz. 80 ga qaytarmaysiz.
U qiyin bo'lmaydimi jangda? Ko'pchilik endi boks murabbiylari, boks mutaxassislari aytishadi, agar siz o'sha 80 kilo vaznga 85-87 dan tushirsangiz, udaringiz og'ir bo'ladi, zarbangiz deyishadi. Yo, endi hammada har xil-da. Endi ba'zilar bor 7 kilo, 8 kilo qaytaradi, yana ham kuchayadi, yana ham tezlashadi. Men nabur ves qaytarmasam, men maza qilib urishaman-da, ringga chiqib men o'zim ishimni endi bu uslubingiz bilan ham bog'liq. Siz baribir bitta joyda turmaysiz, klinchga kirmaysiz, yaqinda urishmaydigan bo'lasiz, o'shaning uchun. Yaxshi 80 ga, xudo xolisa omadingiz bersin. Xudo xolisa, rahmat. Profdachi, profda ketish. Profda endi xudo xolisa tez orada yangilik bo'ladi professional boksda. O'zimni sinab ko'rish niyatim bor. Chunki men O'zbekistonda 2 karra olimpiya chempionam bor, 3 karra jahon chempioni ham bo'ldim Asadxo'ja aka. Endi bitta narsa qoldi, shu 4 ta kamar qoldi-da. Endi O'zbekistonga kelmagan. Xudo xolisa akalarimiz bittasi keldi, 4 ta bo'lmadi. 4 ta bo'lmadi. Endi xudo xolisa akalarimiz orqasidan shu professional boksda ham yurish niyatimiz bor. Xudo xolisa. Havaskor bilan birgalikda parallel olib ketmoqchisiz. Faryoz, professional boks deganda siz o'sha Janubiy Koreya promoteri bilan ishladingiz. Nechta janglar o'tkazasiz? Umuman o'sha nima bo'ldi? 3 ta jang o'tkazdim. 3-0 hozirga kirdim. 5 yillik shartnomamiz bor, hozir to'xtab turibdi. Havaskorda Los Anjelesga harakat qilaylik. Birga parallel olib ketsa bo'lmasmi? Bo'ladi endi, baribir. Baribir e'tiborni havaskorga qaytarish maqsadingiz bor-ku. O'shaning uchun. Nimaga aynan shu Koreya promotion tanladingiz? Boshqa promotionlar ham ko'p-ku masalan. Trenerimiz O'tkir aka Koreya bilan gaplashdi. O'zi Koreys keldi, biz olib ketdi. Bir 10 ta sportsmen, andijonlik 10 ta sportsmen olib ketdi. Hammamizga jang qilib berdi. Shartnoma qilib oldik ular bilan 5 yillik. Endi 5 yilda tugatib, yaxshi to'laymiz deyishdi ular. Ya, o'rtacha. 5 yilda tugatib endi Amerikalar bilan qilamiz-da. Endi sizni ko'pchilik o'sha baribir prof boksdagi natijalaringiz bilan ham, o'sha g'alabalaringiz bilan, nokautlaringiz bilan ham eslashadi. Umuman havaskorda natija qilishingizga masalan nima to'sqinlik qilgan yoki qanaqa bo'lgan o'zi havaskordagi natijalaringiz? Havaskorda natijalar yaxshi bo'lgan, shu 3-chi, 2-chi o'rinlar bo'lganda, 1-chi o'rin bo'lmagan. Vazningiz o'sha Miraz aka bo'lgan, Mirzahalilov. Ha. Maldushkada, yurishda 3-chi o'rin bo'lgan O'zbekiston chempionatida, Maldushkada finalist bo'lganman. Vzroslikda qandaydir bir qadam yetishmay. Ha, Vzroslikda ko'rgansiz, chig'anoq urib bo'lganman finalda. O'sha tirsakni aytaylik, nima unaqa bo'ldi? Endi qarasam, orqamdan uryapti-da, nima qilib. Bosh orqasiga. Ha, nima qilib uryapti. Men ham azartda 3-raund bo'lmasa, kontsovka cholyapti. O'zi yutib turganmisiz? Ha, yutib turyapti. Men ham chig'anog'imdan bitta solsam, yerda-da. Toshni chag'iga tegib qolgan ekan. Qo'l ko'tardi, tushganimizdan keyin shu disfilikatsiya bo'ldi. Musobaqadan faqat yillikka emas, musobaqaning o'zidan. 1 yil. Musobaqadan chetlatishdi. Keyingi yil yana qatnashdingizmi? Keyingi yil yana qatnashdim. Endi har yil kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionatida ko'rib turaman, yaxshi janglar olib borasiz. Men o'sha yuqorida aytganimdek, baribir Hasanboy Do'stmatov ukasi bo'lish qiyin. Qiyin. Juda qiyin. Albatta. Profda ham xudo xolasa yana o'zingiz aytganingizdek Koreyadan keyin davom ettiramiz. Bor. Albatta. Xo'p, qaysidir nomdor bokschiga taqlid qilib turasizmi? Inoyga-da. Inoyga. Fayza? Men endi hammasiga bitta qiziqib ko'raman janglarni, lekin kimgadir qiziqib ko'rmaganman, lekin hamma o'sha yulduz bokschilarni ko'raman, lekin qayerda nima qilyapti, qaysidir holatda qanaqa taktika qiladi, lekin hammasini shu ko'raman. Umuman bir intervyuda aytgansiz, men aynan bitta bokschidan o'rnak olmayman. Yo'q. Hammadan ozgina shunaqa. Bu qaror o'z uslubingizdan kelib chiqdimi? Ha, endi men yoshligimdan shunaqa o'rgatishgan. Endi men nimasi bo'ladi, yosh edi, dadam bilan gaplashib o'tirardim. Aytardiki, sen hech kimga o'xshamagan bokschi bo'lgan, unaqa bo'lgan. Hammasidan ozgina olsang, senda bir boshqacha anaqa narsa bo'ladi dedi-da menga. Keyin men o'ylardim, bular aytyapti, men ishonmasdim-da. Men qachon unaqa joyga boraman, nima bo'ladi men. O'zi qiziqishim uncha bo'lmasdiki, keyin nimaga bu gapni aytadi? Dedi, sen menga keyin dedi, rahmat aytasan dedi-da.
keyin mana jahon chempioni bo'ldik, prezidentimiz tomonidan mashina sovg'a qilindi. Keyin shu o'zingizni mashinangizda bir boshqacha bo'lar ekanda, birinchi chunki yoshidan endi o'tdik, biz unaqa narsani ko'rmaganmiz-ku, unaqa katta general, katta bir mashina yutuqlar olmaganmiz. Keyin shuni bitta oyamiz dadamlarga o'tirimiz aytyaptilar, ko'rdingmi deyaptilar, sen dedi yoshligingda dedi mana shu anaqa qilardik, to'g'ri yo'llantirdik. Endi mana mevasini ko'ryapsan. Yana dal shuni to'g'ri yursak dedi, bundan ham dedi katta anaqa natijaga erishamiz deganlar. Shunda rahmatdan shunaqa bo'lganda ortig'i bilan. Yana bir fazda siz faoliyatingiz bo'yicha bir savol bor. Ko'pchilik boks muxlislari uchun bu narsa ochiq qolib ketdi, baribir o'zingizdan ham eshitaylik. Shu Dubayda bo'lib o'tgan jahon chempionati haqida. Qanday bo'ldi? Dubayda yaxshi o'tdi. Endi ko'rdingiz, janglarimiz juda ham bir shiddatli, kuchli bo'ldi. O'zi asli qo'limda travmam bor edi. Buni trenerim bilardi, Sherzod akam. Said Jamshid aka bilan chiqdim. Oxirgi chorak finalda, yarim finalga chiqish uchun shu qo'lim og'ridi-da, orqa urardim, og'ridi, keyin chiqdik. To'lqin akalarga aytgan anavi bo'lardik-da. Nima desa bo'ladi? Bahona qiyim kelmasdi qo'limni, chunki ayda jangdan qochishingiz kelmasdi. Kelmasdi. Chunki ayda yaxshi general ham turibdi, ham chempion bo'lsa, 2 karra jahon chempioni bo'lsa, kattalarda 20 yoshda teng bo'ldi. Keyin shu tushdim, o'sha qo'lim travma bo'ldi. O'zi bo'yi atkaz qildik. Chunki biz yana bo'y qilganimizda keyingi janglarimizga tayyorlana olmay qolardik, haligi ozgina o'zimizdan tortishi ham mumkin edi. Shuning uchun murabbiylar bilan kelishib, shunaqa qarorga keldik. 3-o'rin bilan qanoat. Ha, 3-o'rin bilan. 75 ming AQSh dollari bilan. 75 ming dollar. Vesga mos qilib, Vesga mos qilib 75 ming oldik. Shu Said Jamshid aka bilan qanaqa o'zi aloqalar qanaqa? Said Jamshid Jafarov o'sha asli o'zbekistonlik o'zimizdan Toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatida 3-o'rinni qo'lga kiritgan. 2-o'rin. 2-o'rin finalda qo'ygandi. Keyinchalik o'sha Ozarbayjon terma jamoasi tarkibida mayli ringga ko'tarilmoqda. Qanaqa? Endi salomalik bor. Yo'q, salomalik bor. Unaqa narsa yo'q. Endi biz yoshlarda ko'rib yurardik ularni. Trenirovkalarga kirib yurardik. Ular baribir endi qarardiz, katta baribir havas qilasizda, biz ham qanoq bilan yurar ekanmiz degan narsa bo'lardi. Keyin shu vaqtlar o'tdi, ringga birga chiqamiz. Bir anaqa narsa bo'lmagan, lekin havas qilgan bokschingizni yutish qanaqa kayf berdi? Yo'q, yaxshi, lekin zo'r. Hali o'zingiz ham bir boshqacha bo'lasizda, haligi shu oddiy sapernik bilan norozi sapernik yutsangiz baribir farqi bo'ladi-ku. Bir maza qilib musobaqada yutganda maza qilish kerak. Haligi qanoq yutsang ham yut, lekin boshqacha bir yutib, haligi o'zingiz ishingizni ko'rsatsangiz baribir yana ham boshqacha bo'ladi-da. Hozir oranglardagi hisob 2-0mi? 2-0. Liverpulda bo'lib o'tgan jahon chempionati finalda, keyin Dubayda chorak finalda yutdingiz. Umuman shaxsiy hech narsa yo'q. Ringda faqat ringda sapernikmiz, tashqarida aka-ukadek davom etib ketaverasizlar. Zo'r. Umuman sizni eng yaxshi o'sha o'zida vazningizda yaxshi raqiblaringiz kimlar? Shu birinchi Said Jamshid akadan. Keyin bitta bolgariyalik sapernikim bor, 3 martadan 4 marta tushdim. Shu qanaqa hisob? 4dan yutyapsiz. 4 marta tushdim-da. Kelaveradi lekin. Lekin har anaqada qarang, World Cup turnir bo'lyapti-ku hozir ham. Bolgariyada. Shunda 3 marta chiqqan bo'lsa, uchalasi ham shu bilan chiqqanman finaliga. Jahon chempionatida 2 marta chiqaman, jahon chempionati finalida chiqqanman, Bolgariyaga boryapman, Bolgariyada ham yana finalga chiqqanman. Ya oddiy raqib emas, demak, oddiy raqib emas. U tomondan tushadi, men bu tarafdan tushaman, A setga, B setga bor. U tomondan yutib chiqadi, men bu tarafdan yutib chiqaman, shu finalgacha chiqaman tarsiba. 75 ta. 75 larda. Endi 80 da raqiblar o'zgardi. Ha, 80 da o'zgardi. Ancha raqiblar ko'p. Yaxshi mehnat qilish kerak ringdagi chiqib. Qozog'istonlik finalchi, Olimpiada finalchisi bor, Orolboylarni. Hozir 90 ga ko'tardi-ku. 90 kiloga to'ra bilan tushdi-ku. Ha, to'ra bilan tushdi. U 80 da ishlagandi. 80 kiloda ishlardi, endi 90 kiloga ko'tardi. Endi Qozog'istonda 80 da?
Akkalik xudo xohlasa. Ha, Sabrjon. Akkalik U 75 da ham ishlardi. 75 bilan tushdi. U meni esimda Liverpoolda yutqizib qo'ygan. Men chempion bo'ldim, keyin u ham 80 ga o'tdi-da yaqinda. Men shu Qozog'iston bokslari bilan munosabatlar qanday? Munosabat yaxshi, endi o'zi distansiyada. Baribir oraga masofa Bor. Endi baribir oldingi jamoa bosh murabbiydan shu Nurjon Asanov kelgandan keyin ancha menimcha yaqinlashdik, Ancha. bu o'quv mashg'ulotlari o'tkazishni boshladik 2-3 marta, bir bizda, bir Xitoyda, ularda shunaqalar. Aqto'da bo'ldi, ular bilan polni yaxshi. Ular O'zbekiston kelganda biz mehmon qildik, biz borganda ular mehmon qildi. Shunaqa qilib yuramiz, yaxshi. Yaxshi. Faryod? Futbollar o'ynadik birga O'zbekistonga kelib. Futbolda yutdik. Futbol yutishlarni. Faryod ham yaxshi o'ynaydi. Futbolchi bo'lganman, ham o'zim bitta jamoada o'ynaganman Laykapda. Birga aka. O'zim pas berganman. Nima yaxshi ularda. Nimalar gaplashib turishadi. Odamlar o'ylaydi, kelishmaydilar. Yo'q. Unaqa. O'zingizlarga ham yozishmaydimi masalan Qozog'istondagi sportchilar, Fayzi? Yo'q. Sportchilar emas, muxlislar ayniqsa. Muxlislar, endi Qozog'istonlik muxlislar yo'q, negativlar ko'p bo'ladi. Har xil JGBD degan niklardan yozadi. Shunaqa. Toza otilding deydi. Utilding. Unaqa. Lekin menimcha Fayzi sizni menimcha negativlaringiz kam bo'lsa kerak. Janglaringizni kerak bo'lsa bir kalla ustidan o'tkazasiz. Bu maqtash emas, bu tan olish. Menimcha ular ham bu narsani his qilsa kerak. Menimcha men o'ylayman shu terma jamoa bokschilarida shu chetdagi musobaqalardagi raqiblardan ichki o'zimizni raqibimiz kuchli-da. O'zbekiston chempionati qanaqa darajada o'tadi? Zo'r bo'ladi-ku. To'g'ri aka aytadi-ku. Jahon chempioni, Olimpiada chempioni, O'zbekiston chempionatida deydi. Hammasi deydi, bilib bo'lmaydi deydi, yutib qo'yish mumkin deydi. Oxirgi O'zbekiston chempionati qachon tushdingiz Fayzi kattalarda? Zo'rtuvada bo'lganda. Zo'rtuvada bo'lgan. Bundan oldingiz 2 yil oldin. 23-yil. 24. 24-yil tushdingiz. Finalda Nurislom bilan, Nurson Ismoilov bilan, yaxshi. Zo'r. Omadinglarni bersin avvalo. Rahmat. Har tomonlama ham. Men To'lqin akani yuqorida aytgandek, To'lqin akani o'sha qattiq qo'lligini barcha biladi, videolari ham chiqqan bemalol. U faqat video uchun emas, u rostdan ham shunaqa nimalar biladi. Fazliddinni qancha o'sha skakalka bilan urganini o'z ko'zim bilan ko'rganman, Faryozni ko'rganman. Xo'p, o'z vazn toifanglarda o'sha o'zinglardan oldingi harakat qilgan 5 ta eng zo'r bokschini. 5 ta, endi 2-3 tasini sanaymiz. Xo'p, 2 ta. Shu birinchi Bektemir aka, Bektemir Meliqo'ziyev. Endi 80 dan aytaveramiz. 75 dan aytasiz. Mayli 80 dan aytaylik, hozir. Shu aralashtirib aytaylik. Bo'ldi-da. Eng nimasi? Keyin Tokioga borgan Fanat aka Qahramonov. Fanat Qahramonov. Keyin Isroil aka Madrimov. 55 yangi ochildi aka bizda. Kim aytay endi men? Mayli 55 aralashtirib. Birinchisi shu akam Hasanboy Do'stmatov, Murodjon aka Ahmadaliyev 57 kiloda, Mirazizbek Mirzahalilov, Shahobiddin Zoirov, Jasurbek Latif. Jasur aka Latif ham bor. Legionerlar va legendalar. Boksdan ketish niyati, xohishi bo'lganmi? Yo, unaqa bo'lmagan hali. Umuman qiyinchilik paytida ham. Yo'q. Bo'lmagan yo'q. Faryod? 5 tashlayotganda bo'ladi aka shu. Vazn tashlash. Ora-orada o'ta qiynalib ketgan paytlar. Xayol qilib baribir. Boks tashlasangiz nima qilasiz masalan? Boks tashlasak nima qilamiz deb tashlashdan oldin o'ylaymiz-da. Yo'q, masalan boks tashlasangiz nima ish qilasiz masalan? Boshqa ishlar ham qo'lingizdan keladi-ku. Trenerlik keladi-da, boshqa nima keladi. Bu boks tanlab bo'ldingiz, endi boksdan davom etish niyati bor. O'qimaganmiz. Institutlarda o'qiganmiz-ku. Endi haligi biz spesialniy ingliz tili, rus tili, kasb yo'q. O'shaning uchun. Agar yaxshi gonorar taklif qilinsa, Fayzi sizda adashingiz bor.
Fazliddin aka va Nazarov o'sha erkin kurashda tushdi. Hmm. Endi u to'g'ri media uchun bo'lgan erkin kurash edi Elmira Tapnazarov bilan. Shunaqa professional tarzda taklif qilinsa, biz ko'rdik o'sha vodiydan Aloxon Abdullayevni aralashgan saytlarda tushganini ko'rdik. Sizda ham Tushiraman Saturn Paturlar bilan, media bayizlar bilan. ya ular endi professional emas. Yo'q, lekin tushaman. Tushiraman. Yaxshi gonorar bo'lsa tushasiz. Yaxshi ganalar bo'lsa tushaman. Qanaqa oyoq harakatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Qochish, Yo'q, oyoq. parterchi. Parter ham bor yaxshi. Hammasi. Parterda ham demak shug'ullanib turasiz. Uyga borsam kam shug'ullanaman. O'z meni musobaqa payti bo'lsa, borsam passiyan o'zim trenerim Sherzod aka bilan o'zimiz zalda shug'ullanamiz. Atagman musobaqadan kelib uyga dam olishga boradigan bo'lsam, o'zim yo'q kurashga, yo o'zim chalg'itish uchun boshqacha MMA shunaqa sportlarga chiqib o'zim chalg'itaman. Chunki hamma narsa kerak bo'ladi. Men kurash, baribir chidamli shu boksga ham kerak bo'ladi. Chidamlilik baribir kerak boksga ham. To'g'ri. Faryoz? Men ham shu aka, lekin qattiq solishaman. Shu esim kichiklarni qilib qoladi-da. O'z vesingizni qo'yib berasiz-chi? Unda kechirilmaydi. Parterda ham. O'ziga ishonasiz, tushib bera olasiz. Ha, albatta. Mabodo yaxshi gonorar bermoqchi bo'lgan tashkilotlar bo'lsa, promotorlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz Yusuf akaga aloqaga chiqaverasizlar, menejer. Yusuf emas meni ismim. Jaloldir aka. Biz ham tanishyapmiz. Yusuf aka to'g'ri, bir borda trenerga. Ha, Yusuf aka bu Olimpiya va Paralimpiya saqlar kollejdagi trener. Murabbiy. Biz ham tanishib oldik yaxshisi. Yo'q, aka siz taniyman. Fayzi baribir jahon chempionisiz. E'tibor qanaqa ko'chada? Ko'chada yaxshi, endi hamma sizni shu nima desa bo'ladi, chempion deb qaraydi-da, boshqanaqa bilan qaramaydi. Endi lekin yana narsani tan olish kerak, bilmadim. Bokschilarimiz o'rgatib qo'yganmi natija qilishga? Ko'pchilik ko'chada bokschilar deyilganda Hasanboy aka yoki Bahodir aka deb yangi chiqqan chempionlarimiz siz, Umataliyev, Isroilov Akmaljon, To'rabek masalan. Nisbatan olib qaraymizmi? Endi bu yomon narsa emas, lekin kamchilik tanishi mumkin. Kamchilik shunaqa lekin. Bu sizlarning o'sha media bilan ishlamasliginglar bilanmi? Lekin media bilan. Yo'q, lekin u paytda media bo'lmaganda. O'shada. Media bo'lmagan-ku, men Bahodir aka, ana Hasanboy akalar chempion bo'lgan payt hech kimda media bo'lmagan, Instagram rivojlanmagan. Endi menimcha o'sha payt endi o'zim fikrim, o'zim gapingiz bo'ldim. O'sha paytda bizda chempion bo'lib qo'sha oltin olganmiz, 3 ta oltin olganmiz o'sha payt. O'shaning uchun ko'pchilik tanidi deb o'ylayman-da. Shunaqa. Ungacha unaqa olimpiadada 3 ta oltin olishmagan bokschi, endi birdan Parijda ko'rdi 5 ta oltin. 5 ta. Televizordan ko'rib turishardi odamlar u payt. Hozir yosh bolalar qarasidan PUBG nimadirlar, sochini o'stirib olgan. 2 kun trenirovka qilsa jang ber deb turadi. O'sha Instagram baribir ijtimoiy tarmoqlar hozir rivojlandi, odamlar menimcha o'ylashimcha erinchoq bo'lib qoldi yana ham. Sportga shuni deyollar ham kamayib ketdi. Hozir ko'rsangiz ko'p haligi MMA ga qiziqyapti, ko'p anaqa boshqa janglarga kam odam qarayapti-da bunaqa sportga. MMA da mayli o'sha tashkilot nomini aytmayman. O'zingiz ham bildingiz qaysiligini. U yerda haqiqiy jang bo'lmaydi deb o'ylayman. Haqiqiy jang ko'radigan odamlar, haqiqiy o'sha professional jangchi urishadigan liga emas-da baribir u. Ha, albatta. Omadini bersin, lekin tanilyapti. To'g'ri, ko'radi, biletlar qimmat sotiladi. Nimaga o'sha nimalarda, o'sha planetalarda Saturn boshqalarni masalan yutqizishini kutishadi. Qanaqa urishar ekan? Shunga qiziqib kirishadi-da, nima bo'lar ekan deb kirishadi. Nima bo'lar ekan? Taysonni masalan, o'zbekiston Taysonni yutqizadi. Lekin pul topyapti, lekin pul topyapti. Tirikchilik qilyapti. Reklama olyapti kerak bo'lsa. Bu qanaqa jinnilik qilarkin deb kiryapti odamlar. Bu narsa lekin bilmadim, professional sportchilarga nisbatan boshqacharoq-da bu. Ya, lekin siz professional shug'ullanasiz, boringizdan kechib shug'ullandingiz, qildingiz. Mayli endi odamlar o'z jangisini tanlash o'zining huquqi. Lekin sizga ham e'tibor bo'lishi kerak-da. Ya, lekin sport shu boks tushunadigan odam bo'lsa, hammasi taniydi lekin. Hammasi taniydi. Ha, lekin men ko'chadagi boshqa anaqalar
hozir ko'payib ketdi-ku. Instagram kiradi, boshqa narsalar, anaqa jinni ketdi videolarni ko'rib, o'shalar bilan mashhur bo'lib ketyapti odam, bloger bo'lib. Endi boks tushunadigan odam haqiqiy boks ichida taniydi. Ko'rib turishadi. Yana boksdami, yana natijami o'z bokslarimiz o'rganib qolishdi. O'rganib qolishganda masalan. Bemalol o'shaning uchun yaxshi endi shunaqa o'rganib qolsin hech qachon. Ha, albatta aka. O'zbekiston baribir o'sha urushqoqmiz. Yakka kurashlarda o'shaning uchun ancha yaxshimiz. Amir Temur avlodimiz javobni menga berdi. Temur Malik avlodimiz o'shaning uchun ancha biz yakka kurashlarda yaxshimiz. Jamoaviyda bo'lsa ancha o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu narsani Amerikada ham isbotlab kelganlar bor. Instagram bo'yicha Fayzi endi ijtimoiy tarmoqlar Instagram uchun ham alohida ishlaysizmi? Yo'q. Keyin qiziqmasdim. Endi sekin-sekin qiziqish bo'lyapti. Boshladingiz. Haligi o'zim trenovkalarda haligi videolar qiziqmasdim. Endi men sekin-sekin. Lekin parallel olib ketish kerak-da. Olib ketish kerak. Endi men haligi hamma narsamni sport kanali qilmoqchi bo'laman-da, chunki u siz chempion bo'lsangiz, men ko'ryapsizki, kim chempion bo'lsa, olimpiadani yutsa, boshqa bo'lsa, hammasi bittada keladi. Obunachilar ham. Obunachalaringizdan boshqa ertaga video oladigan ham o'zi keladi-da. Aka qarasada biz video qilaylik, mana men ham qilaman. O'zimni karyeramga ham yaxshi bo'ladi degan videolar bo'lishadi. Lekin rostdan muhim asosiy e'tibor natijalarga. Natija qarasang, xudo xolisi qolgan sekin-sekin yaxshi bo'lib ketaveradi. Endi xo'p, tushunarli. Xalq orasida ko'pchilik baribir o'ylaydi, ular bokschi, ko'chada ularga hech kim muammo yaratmasa kerak deydi. Bo'lganmi ko'chada? Qaraysiz? Ko'chada ko'p bo'lgan aka, ko'chada urushib turganmiz yoshligida, endi hozir hozir professional bo'lganingizdan keyinchi. Yo'q, hozir o'zi tanish, hamma Andijonda tanish, Toshkentga kelsa endi o'zimizni bosib yuramiz. Yo masalan, sportchisiz, baribir o'zingiz bilasiz uni kerak bo'lsa urishingizni, baribir oddiy ko'chadagi odamdan, boshqa kasb egasidan sportchi farq qiladi, yer bilan. Ancha. Bo'lmaganmi fahmingiz? Yo'q, bo'lmagan urushlar aka. Yoshinglar eng qiziqqan paytda, baribir 18 dan o'tib ketgansizlar, sal bosib oldinglar o'zinglarni. Fayzi sizlarchi? Yo'q, men shu yoshida bo'lardi-da. Ko'p urushardim lekin ko'chada. Hozir unaqasi yo'q. Yo'q, unaqa yo'q, qolmagan. Shu hozir borasiz, hamma aka-uka, siz buni ko'rgan odam taniydi, o'zingiz joyingizda. Misol Namanganga borsangiz, hammasi taniydi. To'g'ri muomala qilasiz, hech kim sizga bezat qilmaydi, siz ham ularga meshat qilmasdan yurasiz, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Hammasi yo'q, unaqa narsa. Xo'p, ko'rsatuvimizda davom etadi. Bizda bir ajoyib shart bor. Fayzi, kim terma jamoada kim bilan yaxshi kelishasiz? Men Abdumalik bilan. Yo'q, hamma bilan yaxshi, lekin har musobaqaga borganda, boshqa narsa qilganda Abdumalik bilan postoyanno. Maliga o'z telefonni ko'taradimi? Shu Abdumalikga telefon qilib, Malik aka, charchamayapsizmi? Seriyoz gapirib, umuman kulmasdan, aka, men to'g'risini aytay, shu vazningizga tushmoqchiman. Aytib ko'ring, nimadir ekan. Nima deysiz? Demak, kulib o'raman-da, lekin agar vazn bermayman desangiz, siz ham ko'taring, bir 70 ta urushib ko'raylik deb ko'ring. Nima deykan? Kulmang-da faqat. Yangi bot ketyapti ularda, hali. Uxlamayaptimi? Trenovkaga chiqib. Uxlayapti, yangi botga ketuvdi-da. Qizil bosda yoki uxlayapti? Uxlayapti. Kim bor yana? To'raga qilamizmi? Yo'q, to'ra bo'lmaydi. Ha? Vesi baland-uni. Ko'tarmoqchimisiz? Akmalchi. Urushib ketaman deb to'ra bilan. Akmalchi. Akmal 85 tamda. Ha. Nima qilasan o'zi olimpiadada? Yo'q, deydi-da. Malik ko'tarmadi. Ko'tarmadi. Kim bor yana yaxshi kelishadigan sizdan? Endi Abdumalikga sal to'g'ri ham kelib qoladigan. Shavkatga aytaymi? Shavkatga. 70 ga tushirmoqchiman. Shavkatni qiynaymiz. Jigar xafa bo'lmagan. Ha, jo'ra deydi, u, bo'laveradi deydi Shavkat. Boshqa o'rdik.
bular Triumfga emasmikan? 4 4 bo'ldi. ha o'zi kirib ketdimi mashg'ulotga? Yangiobodga Triumfga chiqib ketyapman. Hmm. Olmayapti hech kim. Shundan zo'r eksperimentdan qo'rqib qoldi-da. Mayli, Abduvalikka ko'taraman. Samandarga qilamiz-da endi. Olimovgami? Jalolovga. Ha, Samandar Jalolovga. Ko'taradimi shu yerdan? Ha, ko'taradi aka. Nima deyman unga? Yo, to'xtang, nima deymiz? Sizga yangi shart. Faryoz, Samandar 2 yil oldin nimada sbor paytmen so'kovding. Keyin noz javob beradigan payting. Biror joyda ko'rishib olaylik deng. 2 yil oldin so'kovding deng. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimiz sochlar, salomatmisan? Rahmat, bugun shu Charchamang. Ha, nima gaplar? Tinchmi? Bitta narsani eslab qolib telefon qilyotgandim senga hozir. Tinchmi? 2 yil oldin meni Yangiobodda so'kovdingiz borda ashini so'rab olgani telefon qilyotgandim. Ashini so'rab olaman, o'xshaysiz ko'rishsak bo'ladimi? Bo'ladi, shu bo'ladi, o'zim boraman. Makazat qancha masalaring bo'ldi? Yo'q, bitta o'zingizda faqat Qo'shin yig'ib qo'shin yig'ib, yana Amir Temur avlodlaridan ham kelmagin. Samarqandda. Urushsang urushaylik, to'g'risi bo'lmasa o'zim boraman. Osiyo chempionatigami? Razmaraz. Kuladigan gap gapirmayapman sizga, do'stim endi. Серьёзными dela заниматься. Unaqa razmarat mana degan. Po'lat o'ynaganda vaqtim yo'q demaysizmi? Po'lat o'ynatdim. Endi mana bir yerda bir go'rda bo'lib yotgan payting. Bo'ldi, ukajon, oz qilaman sizga, haliroq gaplashamiz. Hop. Bo'ldi. Telefoningizni ixtiyor Xo'p, qiling. uka, aloqadaman ukajon. Hop bo'ladi. Telefon charchadim. Hop. Javob ber. Qo'ymas. Endi siz qilingda. Sen nima Faryozni so'kkan ekansan? 99lik. Kulib olaman-da. Sen Faryoz so'kkan ekansan 2 yil oldin. Nima diqqat bo'lyapti. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Samandar Jalolovsizmi? Fazliddinmi? Yo'q, men Yaxshimisiz? ha, rahmat, yaxshimisan? Charchamayapsan? Hozir bitta gap eshitib qoldim-da. Hozir Faryoz menga xafa bo'lib chiqyapti-da. So'rab olamiz deyman. Ha, hozir Saman chaqir dedi, so'rab olamiz dedi. Meni 2 yil oldin xafa qilgan edi. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Gaplashib. Tinch, telefon qilaman bir joyda edi. Alo. Samandar Jalolovmi? 2 yil oldin Faryoz so'kkan ekansiz. Samandar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jalolman, Jalol. Ha, rahmat, biz Faryoz bilan, Fayzi bilan podkast olyaptik. So'kinganingiz bilan qo'yib yuboraman. Charchamang, telefon qilamiz yana. Bo'pti. Malaka qilish kerak edi aka. Mayli, Asliga ko'taraman. qil, asliga. Qaytib qilmasmi? Asl bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Maroqli suhbat uchun alohida rahmat sizlarga. Rahmat. Bizda so'nggi qismi bor. Podkastimizni blitz savollar, ya'ni qisqa savollar. Xohlasangiz qisqa, xohlasangiz sal uzunroq javob berishingiz mumkin. Demak, blitz savollarni boshlaymiz. Fayzi sizdan, Faryozdan. Faryozdan boshlaylik. Faryozdan boshlaymiz. Ketma-ketlikda javob beramiz. Faoliyatingizni eng yuqori qismini qachon o'tkazdim deb o'ylaysiz? Faoliyatim eng yuqori qismini hali o'tkazmadim, endi o'tkazamiz-da.
Shu jahon chempionatida Liverpoolda. Boks siz uchun? Boks men uchun muhabbat aka, boks to'g'risi. Endi hayotimiz bir qismida boks. Sevgi boksga xalaqit beradimi? Beradi. Malik aka aytdi-ku, bermaydi dedi. Bo'ldi, bermaydi-da. Bizga kattalar bermaydi. Ha, shu. Xo'p. Bokschi bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Fayzullo. Shu o'qirdim. Ilmiy yo'nalishda o'qirdim. kasb tanlab. Qaysi? Fahmmen, birorta narsa o'qirdim, lekin o'ylab ko'rmaganman, bokschi bo'lmasam nima qilarkinman deb o'ylab ko'rmaganman. Bokschilarda pul ko'pmi? Olimpiya chempionlarida. Bokschilarda endi to'g'ri qilgan bo'lsa ko'p. Agar yaxshi natija qilgan bo'lsa, ko'p. Qaysi sportda yana o'zingizni sinab ko'rgan bo'lardingiz? Shu MMA, UFC. MMA da ham. Eng katta gonorarni qachon, qancha miqdorda olgansiz? Eng katta gonorarni shu Koreyada 3-professional jangimda $5000. Men Dubayda $75,000. Qaysi bokschi faoliyatini yakunlaganda rostdan xafa bo'lgansiz? Lomachenko. Men shu o'ylamaganman aka, ko'rmaganman. Bokschilar tugatgan. Xo'p, bironta jangni adolatsiz yutganman deb o'ylaganmisiz? Yo'q. Bo'lgan, endi ayta olmayman. Bo'lgan. Bo'lgan-a? Demak bor. Chempion ukasi bo'lish qiyinmi yoki chempionni akasi bo'lish qiyinmi? Chempionni ikkovi ham bir xil bo'lsa kerak. Bu faqat Faryoz uchun force special. Qaysi bokschi bilan qayerda jang qilishni xohlardingiz? Hozir amerikalik boksyor chiqdi. Ismi chiqib qoldi. Shu bilan Los Anjelesda Amerikada finalda. Ya Samandar Olimov yutgan bokschi. Stranjada adashmasam. Hozir Angliya chiqdi-ku, Ben Shtakermi degan. Shu bilan qayerda? Farq yo'q hali. Xo'sh, men chunki bokslarni ko'raman, qiziqaman boksga. Chiroyli boks qiladi. O'sha jang qilish niyatingiz bor. Jang qilish niyat bor. Xo'p, kuchingizni ringdan tashqarida ham ishlatganmisiz? Albatta ishlatganmiz ko'chada. Shu yoshliklarda. Yo'q, ishlatmaymiz. Faqat ringda. Siz havas qilgan bokschi? Inoy. Men havas qilgan boks faqat shu o'zbek bokslari, mana shu hozirgi chempion akalarimizdan. Hammasi. Faoliyatingizdagi eng qiyin bahs? Eng qiyin bahs shu Koreyada 8 raundli jang, oxirgi jangim. Professional jangim. Meniki shu Angliyada yarim finalda Said Jamshid aka bilan. Jafar. Yarim final? Yarim finalda. Sizni Ronaldo deb tasavvur qiladigan bo'lsak, hayotdagi Messiyingiz kim? Hayotdagi Messiyim yomon savol ekan aka. Ya'ni sizni raqobatdoshingiz-da? Ha, raqobatdosh. Ronaldo bilan Messi raqobatdosh-ku doim. Sakin BBC. Meniki hozirgi kunda Sabrjon akalik. Eng katta orzungiz? Eng katta orzum shu yaxshi hayot kechirish meniki. Shu ota-onamni roziligini olish, tinch hayotda yaxshi yashash, men o'zimni orqamdan yaxshi nom qoldirish. Zo'r. Boksni tanlab nimalarni o'tkazib yubordim deb o'ylaysiz? Boks tanlab shu to'ylarda, bir ikkita to'ylarda haqiqiy jaydar javob. Men hali yo'qotganim yo'q unaqa. Chunki hali ota-onadan sal uzoq yuramiz. Endi tug'ilgan kun shu to'y hasham, oilaviy bayramlardan sal uzoqroq bo'lamiz. Siz yoqtirmagan bokschi? Men yoqtirmagan bokschi. Hammasini yoqtiramiz, hammasini mehnati bor, hurmat qilamiz hamma sportchini. Xishnak. Xishnakdan tushganmisiz? Yo'q.
tushmagansiz yomon ko'rasiz. Xo'p, qaysi jangni natijasi adolatsiz bo'lgan deb o'ylaysiz, o'zingiz ishtirok etmagan? Crawford bilan Isroil aka. Menga ham shunday Crawford bilan Isroil aka. Isroilda ketgandi. Hmm. 10 yildan keyin o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? Sal semirgan holatda tasavvur qilsam kerak aka. 10 yildan keyin shu yaxshi bir sport tugatib tadbirkorda. Tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan. Shu tadbirkor. Qorinboy. Yo, qorin emas, sport bilan shug'ullanib turamiz. Aha. Revanshni kutayotgan jangingiz bormi? Revansh degan jang shu Sakem Bibisinov bilan bir marta Rossiyada Xabarovskda bo'lgan turnirda o'tkazib qo'ydi. Shu men Sabrjon akalik bilan shu bizning raqamimiz yopilmay qolgan. Hisob kitoblar. Hisob kitobimiz endi Xudo xohlasa Osiyo o'yinlarida. Qo'shnini o'g'lidan o'tdingizmi? Ha, o'tdim. Ancha o'tib ketdim men. Sizlardan shunaqa uydagilar qo'shnini o'g'li. Yo, lekin biz qo'shnilar sal kichikroq, yosh bolalarga. Xo'p, sportchiga xalaqit beradigan 3 ta narsa bilan yakunlaymiz. Sportchiga vaqt beradigan 3 ta. Siz javob berib turing, keyin beraman men. Siz sportchiga birinchi o'rin qizlar. Endi qizlar degani qanoq baribir hamma bir kimdir bilan yozishadi, boshqalar o'ta berilib ketmash kerak. Bular bo'lmasga vaqt o'tkazish Bular shunaqa. Ko'chada befoyda yurish. Kechki payt 1-2gacha, mana shu maqsadsiz yurish. Ha, maqsadsiz yurish, mana shu ichkiliklarda. Ichkilik. Tashqi zarar keltiradi. Ichkilik chekadigan narsalar. O'zi ham barakasini ham hamma ishingizda orqaga tortadigan narsa shu. Qaraysiz? Yomon oshnalar. Ha. Unaqasi bo'ladi hamma. Hammadan bo'ladi. Yomon oshnalar. Ikkinchisi shu ichkiligi, ikkinchisi, uchinchisi qimorda. Qimor. Hammasi orqaga tortadi. Tortadi aka. Xo'p, yaxshi. Sizlarda natija beraman deb kelayotgan, sizlarga orzu qilayotgan yosh bokschilar bor. Ular ham ko'radi. Ularga motivatsion gaplar deymizmi, o'zingiz tavsiyangiz? Endi oldiga qarab mehnat qilish kerak. Hech kimga e'tibor bermash kerak. Chunki men kattalarga o'tgan o'sha yosh bokschilar bilan ko'radi, kelgandan keyin biz ham o'ylaganmiz, biz ham bir chiqib bemalol yutamiz deb o'ylaganmiz. Endi har bitta lider hozir lider kelyapgan bola shunaqa o'ylaydi-da baribir. Chiqamiz biz ham yo'q, lekin mehnat qilish kerak ekan. Birinchi o'rin shu ustozni o'zini yonidagi ustoz bilan birga o'zini ustozi bilan haligacha o'zini aqabaqa boshqa trener almashtiraman, unaqa narsa qilmasdan shu o'zini ustozi bilan oldinga to'g'ri maslahat anaqa qilib, mehnat qilib, ustoz bilan maslahat qilsa oldinga yuraveradi. Birinchi o'rinda ustozni rozi qilish kerak. Daraxt bir joyda ko'karadi, bitta murabbiy bilan shunday. Ha, ustozni rozi qilish kerak birinchi o'rinda. Undan keyin oldidagi insonlarni hurmat qilish kerak, sekin ko'tarib ketaveradi. Shu yoshlarga harakat, mehnat, ming talanti bo'lsa ham baribir mehnat. Mehnati bo'lmasa foydasi yo'q. Keraksiz joylarda bilinib qolar ekanda. Talant qachondir bir kun so'nadi, lekin mehnat qilsa so'nmaydi. Xo'p, hammaga rahmat. Sizga rahmat. Bugungi mehmonlarimiz Fazliddin Erkinboyev hamda Faryozbek Do'stmatov bo'ldi. Kamina Jaloliddin Yusupov bizga hamkorlik qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar yoki loyihalar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Raqam qoldiramiz. Bizning sport dasturi Biz TV kanali. Sog' va salomat bo'ling, yaxshilikda ko'rishguncha.